Yılda bir qatim o'tkaziladigan xalqarodagi nopuzluq bexatarlik yig'inlaridan biri bo'lgan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining 18 noyabr boshlangan 2022 yillik yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso so'z qilgan. O sözüde Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligi 6 yil bo'laydigan, shundaqla 3 milliondan ortiq Uyg'ur hozirmi jazo lageriga qamalgan bo'lsa-mu, lekin xalqaro jamiyatning bu jinoyatni javobgarlikka tortishga hech qanday harakat qilmaganligi tanqid qilingan. Egilinishcha, bu yillik yig'inga 3 Uyg'ur biraqli taklif qilingan. Dolqin Aysodan boshqa Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash Davlat va Hadisun institutining oliy darajalik tadqiqotchisi, Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkel yig'inda so'z qilgan. Türkiye Gelecek Partisining raisi, sobiq bosh minister Ahmet Davutoğlu 16 noyabrda İlham To'xtini qo'llash guruhining mas'uli Anvarjon apandi, Uyg'ur akademiyasi vaqfisining raisi Farhad Qurban Tangirtog'li apandilarni qabul qildi. Uyg'ur hay'at Ahmet Davutoğluga İlham To'xtining kurash kechirmishlari, Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati va Uyg'ur da'vosidagi taraqqiyotlar to'g'risida ma'lumot berdi. O Uyg'ur hay'atiga o'z partiyasining bundan keyin Uyg'ur masalasiga texmo bakrak ko'ngil bo'ladiganligini, İlham To'xtini 2023-yillik Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatganligini aytdi. Amerika Federativ tekshirish idorasi Xitoyning Nyu-Yorkdagi saqchi punktini tekshirishga boshlagan. Amerika Federativ tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Waray 17 noyabr Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Xitoyning Nyu-York shahrida ruxsatsiz ta'sis qilingan atalmish saqchi punktining harakatini tekshiradiganligini e'lon qilgan. Bu Xitoyning xalqarodagi nurg'ulg'an davlatlarda qurib chiqqan saqchi punkt to'rining bir qismi ekan. Christopher Waray Xitoyning Amerikada qonunsiz ta'sis qilingan qonun ijro qilish harakatini to'xtatadiganligiga va'da qilgan. Rossiyaning muavin bosh ministri Aleksandr Novak bu yil Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi energiya savdosi sommasining 64% oshganligini bayon qildi. U Rossiya bilan Xitoy energiya savdosida o'zlarining pulini ishlatishga qarab ketyotdi dedi. Amerika qurolli qismlari shtab boshliqlari birlashmasining raisi general Mark Milley Xitoyni ogohlantirib, Tayvanga hujum qilishni o'ylashganda Rossiyaning Ukrainada hozirgacha qanday nachar ahvolga tushib qolganligiga qarab beqish kerak dedi. General Mark Milley Xitoyning Amerikaning eng chong geosiyosiy raqibi ekanligi va uning yaqin orada harbiy jihatdan Amerikaga besim paydo qilishga qattiq tirishayotganligini bildirgan. O Xitoyning maqsadiga yetish uchun har qanday vositadan chekinmaydiganligini ta'kidladi. Xabar qilinishicha, Finlandiya bosh ministri Sanna Marin Yevropaning Xitoy va Tayvanda ishlangan kompyuter o'ziki qatorliq muhim texnika mahsulotlarining importiga bek tayindiganligini va bu sababdan iqtisodiy jihatda ojiz o'ringa tushib qolganligini aytdi. Marin mundaq dedi: Agar Yevropa o'zining texnika iqtidorini oshirmasa, krizis mezgilida ta'minlash jiddiylashib ketishi mumkin.